Oyog'ing polni qo'y. Polni qo'y. O'tirib qo'y. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Meni yonimga Alibek kelganlar. Oyoqlarida shunaqa kasallik bor, o'sgida ishlatira. Ya'ni son suyak mushaklarimizni, ya'ni to'r boshi mushagimizni payi, ya'ni собственный связка dedi. O'sha narsa suyakni boldir suyagimizni katta o'sig'iga kelib birikadigan joyi bor. Shu mana shu birikadigan joyda xondromalyasiya, ya'ni xondropatiya rivojlanadi. Shu holatda birikadigan joyda, payni suyakka birikadigan joyda muammo kelib chiqadi. Bu ayniqsa ko'p yosh bo'lgan holatda, yosh bolalarda sport bilan erta shug'ullanadigan o'smir bemorlarda kuzatiladigan holat. Bu qo'rqinchli, ya'ni juda ham bir seriozniy muammolarga olib keladigan kasallik emas. O'z vaqtida reabilitatsiyani, to'g'ri protokollarga asoslangan holatda bu bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bunaqa muammo hech qanaqa yoshligida ham, katta bo'lganda ham hech qanaqa asorat qoldirmaydi. Faqat o'z vaqtida to'g'ri reabilitatsiya muhim bo'ladi. O bemor o'zidan so'raymiz. Sizda nima bezovtalik bor? Qanaqa shikoyatlar bor, Alibek? O'tirganimda, mana oyoq bukilganda mana og'riydi. Chashkash og'riydi. O'z oyog'ingiz ko'rsatadigan bo'lsangiz, agar e'tibor berib qarayotgan bo'lsangizlar, mana aynan shu payni birikkan qismida mana shish kabi razni, ya'ni shishib birikadigan joyda do'nglik hosil qiladi. Agar mana shu holatda bemorda og'riq bor, kuchli og'riq bor, asosan bunda simptomlar nima bo'ladi? Mana bu ko'proq bukilgan holatda, bemor prisidaniya qilgan holatda aynan mana shu svязкаga ko'p nagruzka tushadi. Shuning sababdan mana shunaqa shishga bo'lib, ya'ni do'nglik hosil qilib, bemorni yugurishida, o'tirib turishida, ko'p yuklamalarni mashqlar qilganda og'riq aynan mana shu qismda paydo bo'ladi. Agar bu narsaga o'z vaqtida e'tibor qaratmaydigan bo'lsangizlar, albatta bu shishlik yana oshgan sari, yana kattalashgan sari kattalashib kelaveradi. Shuning uchun mana shunaqa belgi paydo bo'ldimi, kerakli mutaxassisga, reabilitologga yoki travmatolog, ortopedga murojaat qilinglar.